Xullas, palatkamiz tayyor bo'ldi. 15 gram yo'q, yarim soat vaqt ketdi buni yig'ish uchun. Ozgina qiynadi. Birinchi marta yig'aman. Mana ko'rinish ancha keng. Yig'ayotganda tomidan boshlash kerak ekan, men tagidan boshladim. Tomidan boshlasa, oppoq tomidan oson bo'lar ekan yig'ish. Mana bunaqa girlanda chiqadi, endi girlandani yig'ib o'tiramiz. 3 metr uzunlikda girlanda chiqadi, 3 ta batareykali. Sumkasini tashlab qo'ysak, instruksiyasi bilan. Bo'yi 110, chuqurligi 1.30. 110 bu bo'tgacha. Bu yoqgacha 1.5 bo'lsa kerak. 1.5-1.40. Bitta ko'rpacha yoki matras tashlanadi, bo'ldi. Bolalar chodiri tayyor. Like esdan chiqmasin.